65-chi Xalqaro gullar festivali doirasida Namangan viloyati hokimligi tashabbusi bilan akademik va yoshlar 4-chi an'anaviy kongressi bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli ilmiy-ma'rifiy tadbir mamlakatimizda ilm-fan, ta'lim va yoshlar siyosatini uyg'unlashtirish, yetuk akademiklar va istiqbolli yosh olimlar o'rtasida ilmiy muloqotni kengaytirish, zamonaviy fan yutuqlari va innovatsion g'oyalarni targ'ib qilishga qaratildi. Tafsilotlar navbatdagi reportajimizdan o'rin olgan. Kongressda O'zbekiston Fanlar akademiyasining 20 dan ortiq akademiklari, taniqli fan arboblari, respublikamizning eng yetuk olimlari, Oliy Majlis Senati a'zolari ishtirok etdilar. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademiklarini yoshlar orasida tanitish, ularning faoliyatlari, ilmiy ishlarini keng targ'ib etish, yosh olimlar, tadqiqotchi va iqtidorli talabalarning ilm olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, yetakchi olimlar, iste'dodli yosh ilmiy xodimlarning faoliyati va ilmiy tadqiqotlarini qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Anjumanda ishtirok etgan viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov yosh olimlar faoliyatiga katta turtki beruvchi, ilm-fan taraqqiyotiga xizmat qiluvchi kongress dolzarb ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Taraqqiyot faqat go'zal bog'lar, zamonaviy binolar yoki iqtisodiy ko'rsatkichlar bilangina belgilanmaydi albatta. Taraqqiyotning eng muhim mezoni bu inson kapitali, bilim va tafakkurdir. Bugun dunyo yangi texnologik taraqqiyot bosqichiga kirib bormoqda. Sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, yangi materiallar, muqobil energetika va innovatsion ishlab chiqarish tizimlari davlatlarning raqobatbardoshligini belgilamoqda. Bugungi sharoitda hududlarning ham rivojlanishi, avvalo ilm-fan yutuqlarini iqtisodiyot va ishlab chiqarishga qanchalik tez joriy etishga bog'liqligi bo'lib qolmoqda. Akademiklar va yoshlar kongressining 4 yil davomida izchil o'tkazib kelinayotgani viloyatimizda bejiz emas. Bu kongress ilm-fan bilan yoshlar o'rtasidagi masofani qisqartirdi. Minglab yoshlar qalbida ilmga muhabbat uyg'otdi. Ularda katta maqsadlar sari intilish hissini shakllantirdi. Hurmatli akademiklar, sizlarning bugungi tashrifingiz Namangan yoshlari uchun katta e'tibor va yuksak ishonch namunasidir. Yurtimiz ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan siz kabi ustozlarning tajribasi va hayotiy saboqlari yoshlarimiz uchun bebaho maktab hisoblanadi. Akademik va yoshlar 4-chi an'anaviy kongress ishida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi prezidenti, O'zbekiston qahramoni Shavkat Ayupovlarning ishtiroki tadbirning mamlakatda ilm-fan rivojidagi ahamiyati kattaligidan dalolat berdi. Qolaversa, ilm-fan taraqqiyotini yoshlar yaratadi g'oyasi asosida tashkil etilgan kongress yangi rejalar ishlab chiqish, yoshlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini egallashga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, bugungi kun talablaridan kelib chiqib barcha sohalardagi ilmiy g'oyalarni hayotga tatbiq etishda ayni muddao bo'ldi. Asosiy maqsad ilm-fanni eng tepasida turgan olimlarni bu yerga taklif qilib, yoshlar bilan uchrashish, yoshlarga bir yo'l yo'riq ko'rsatish, fanni hozirgi yutuqlar bilan tanishtirish va fan oldida qanday muammolar bor, ayniqsa o'zimizning respublika uchun dolzarb bo'lgan yo'nalishlar qaysi fan ichida, yoshlarga shu haqida ma'lumot berish va ikkinchi tomondan ularga qanday imkoniyat borligi to'g'risida gapirish. Masalan, oliy ta'limda qanday imkoniyatlar bor. Mana bugun nafaqat akademiklar, balki oliy ta'lim vaziri ham qatnashmoqdalar. Maqsad yoshlarga kelajagini aniqlash uchun yordam berish. Kongress doirasida taniqli akademiklar tomonidan matematika, fizika, kimyo fanlari yo'nalishlarida mahorat darslari o'tildi. Yosh olimlar bilan o'zaro muloqotlar tashkil etilib, ilmiy izlanishlari, ixtirolari yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. O'tgan yilgi akademik yoshlar kongressidan bu yilgi akademik yoshlar kongressigacha bo'lgan davrda universitetimiz yoshlari hamda Fanlar akademiyasining nufuzli olimlari hamkorlikda keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bu birinchisi yosh olimlarimizni, magistrantlarimizni Fanlar akademiyasining ilmiy tadqiqot institutlarida stajirovkalarini samarali tashkil etdik va bu bo'lajak olimlarimizni o'z sohasini yetuk olimlari tomonidan dastlabki ilmiy tushunchalar, ilmiy yo'nalishlar va o'z sohasini chuqur bilishi bo'yicha juda ham ahamiyatli bo'ldi. Akademik va yoshlar kongressini yana bir muhim yutuqlardan biri akademiklar bilan yosh olimlarimizni o'zaro hamkorlikda tadqiqot natijalarini xalqaro nufuzli jurnallarda e'lon qilishayotganligi, bu hatto kvartali 1, kvartali 2 darajasidagi nufuzli jurnallarda ham o'z tadqiqot natijalarini e'lon qilishayotganligi bu juda ham quvonarli holat. Kongress yakunlariga ko'ra yetakchi oliy ta'lim muassasalari, O'zbekiston Fanlar akademiyasi, ilmiy tekshirish institutlari va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalarini kengaytirish, ilmiy innovatsion yo'nalishlarda faol hamkorlik ishlarini olib borish, tadqiqotlarni birgalikda o'rganish, stajirovkalar tashkil etish, fundamental va amaliy grant loyihalari bo'yicha xalqaro tanlovlarda birgalikda ishtirok etish, dunyoning eng nufuzli ilmiy institutlari bilan aloqalarni yanada kengaytirishga kelishib olindi.